Assalomu alaykum. Demak, hurmatli ustozlar, navbatdagi misolimiz sanoq sistemasiga doir o'tkazishni bajaring deyapti. 5 butun davrdagi 3 o'nlik sonimizni 8 lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Endi bunday sonda o'tkazish uchun butun qismi alohida, kasr qismi alohida o'tkaziladi. Ya'ni butun qismini bo'lish orqali kasr qismini ko'paytirish orqali olib o'tamiz. Demak, 5/3 davrdagi sonimizni o'nlik sanoq sistemasidan o'tkazamiz 8 lik sanoq sistemasiga. Demak, 5 butun, e'tibor qiling. Demak, 5 butunni o'nlik sanoq sistemasidagi sonni yozib olishimiz mumkin. 8 likda ham 5 ga teng deb. Mana 8 likda ham 5 ga teng. Chunki 10 dan ham 8 dan ham ikkalasidan ham kichik bo'lgan bir xil son. Shuning uchun 5 olaveramiz. Demak, endi kasr qismini, ya'ni 0.3 sonlarini, demak, aytaylik 4 ta 3 oldim. Nima uchun? Sababi mana buni ko'paytirishimiz kerak davr takrorlanguncha yoki oxiri 0 bo'lib qolguncha. Ya'ni nechiga? Mana bu yerda 8 ga bo'lganimiz bo'lsa, bu yerda 8 ga ko'paytiramiz. Ya'ni kasr qismini ko'paytirish orqali dedik. Demak, 3333 ga ko'paytiramiz 8 ni. Bizda 26664. Demak, 2 oldinga chiqadi. 6664 demak, ana shu to'rxonani tagidan tushadi. Xo'p, endi buni yana ko'paytiramiz 8 ga. Demak, 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, hop, e'tibor qiling, 6664 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 53312. 5 oldinga chiqadi. 3312 mana shu to'rxonani tagidan tushadi. Yana buni 8 ga ko'paytiramiz. Demak, 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, e'tibor qiling, 3312 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, bizda 26496. 2 oldinga chiqadi. 6496 ana shu to'rxonani tagidan tushadi. Xo'p, endi yana buni demak ko'paytiramiz 8 ga. 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6496 ga ko'paytiramiz 8 ni. Bizda 51968. 5 oldinga chiqadi. 1968 ana shu to'rxonani tagidan tushadi. Xo'p, bizda endi yana bir qaraydigan bo'lsak, misolimizning javoblari bu vertikal yig'ilganligi uchun, demak, mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, 25, yana 25, ko'paytirsangiz yana 25 chiqaradi, davr takrorlanib qolyapti. Shuning uchun biz yozib qo'yamiz 0 butun davrdagi 3 sonimizni o'nlik sanoq sistemasidan 8 likka olib o'tkazganimizda, mana qarang, 0.25 davrda bo'lib qolyapti. 0. Demak, davrda 25 ekan. Nechilikda? 8 likda. 8 likda. Endi biz mana bu 5 butun davrdagi 3 o'nlik sonimizni biz yozamiz 5 butun davrda 25 deb. Bu 8 lik sanoq sistemasiga o'tkazdik. Biz endi 5 butunni mana 5 butunni mana bu yerdan olib kelyapmiz. Mana bu davrdagi 25 ni mana bu yerdan olib kelyapmiz. Hop, ikkalasini qo'shib qo'yapmiz. 0 butunga 5 butun qo'shib yuborilyapti. Bizda javob variantlarimizdan demak, mana bu C variant mos kelar ekan.